Yetim deb kim aytadi bilasizmi? Yetim deb otasi vafot etgan farzand, otasi vafot etgan bolaga yetim deyiladi. Lekin bulardan ham ko'ra bechoraroq bolalar bor, bilasizmi? Yo'q deb o'ylaysizmi? Yo'q, bor. Yetimdan ham ko'ra bechoraroqlar bor. Bular otasi vafot etmagan, lekin yetim qolganlar. Ularga ta'rif ham yo'q hattoki. Yetim ham deb bo'lmaydi, chunki ularning otalari tirik, lekin tashlab ketgan. Ular yetimlardan ko'ra bechoraroqlar. Chunki otalari tirik, lekin yonida emas. Onalari ularni ham ota ham ona bo'lib o'stirishadi. Hech kimdan kam qilishmaydi. To'g'ri. 90% ona otani o'rnini bosishi mumkin. Lekin farzandni ko'nglidagi, farzandni qalbidagi o'sha 10% ota degan joyi baribir ham bo'sh qolaveradi. Qatta bilasan deyishingiz mumkin, chunki men o'shalardan biriman. Yo'q, nolimayman. Onam meni juda ham ajoyib zo'r o'stirdilar, alhamdulillah. Lekin bor. San tashlab ketgan farzandingni ko'nglidagi g'alayonlarni va to'fonlarni bilganingda, farzandingni ko'nglida nima bo'layotganini his qila olganingda, uni tashlab ketmagan bo'larding. Hayb sandaqa otaga.